Kind of hoping this will turn me round. And now it follows me every day. And now it follows me every day. And now it follows me every day. And now it follows me every day, every day. And now it follows me every day. And now it follows me. Ayni bilan nuqta.uz taqdim etadi. Ma'bud minorasi. Hoy, hali sezmadinglarmi? Ikkita toj? U ichidan pishgan ekan u. G'alaba qozonish uchun birinchi tojni qo'lga kiritib va Bamni taxtga o'tkazish kerak edi. Lekin agar u unga tojni bersa, ular birdan Bamni hamma hujumlardan himoya qila olishlari dargumon edi. Shu sababli kun Bam taxtga o'tirguncha boshqa jamoalarni chalg'itish kerak edi. Bo'tda nimalar bo'tdi? Unda tojlar ko'p ekan-ku. O'ylaganimdek, uni sumkasi buyumlarni nusxalar ekan. Toj uni qo'liga tushganidan keyin undan nusxa ko'chirdi va raqiblariga soxta narsani tashadi. Olinglar. Voy, sen bizani masxara qildingmi? G'irda ahmoq qilding-ku bizani. Bu uchun javob berasan. Qo'y odamlar, sizlar men deb o'ylayapsizlarmi? Birinchidan biz birgalikda bu ko'k sochlikni abjag'ini chiqaramiz. Ha! O'ljamga yaqinlashmalaring. Ushla. Kalta fahim toshbaqachalar. Ajoyib, bizda bitta g'alaba bor. 3-raund tugadi. Bilasizlarmi? Bu bolalar haqiqatdan ham. Yana menishmayaptimi? 4-raundda ishtirok etishni istaganlarni taklif qilamiz. Yana 2 raund qoldi. Kuchlanishga ham arzimadi bular toshbaqacha. Yo'q, ular g'alaba qozonishiga ishonishyapti. Tugmani bosingmi? Yo'q, hali erta. Yana biroz orzu qilishsin. Ana endi haqiqiy o'yin boshlandi.
Oy, ko'k toshbaqacha. Demak, sumkang cheksiz shokoladlar koni emas ekanda. Bilsang agar buni funksiyalari juda ham ko'p. Lekin har qanday narsani nusxalashi mumkin bo'lgan sumkani bo'lishi juda yaxshi. Anurog'i bu ham hali nusxa qilishi mumkin. Zumrashasan-da hali ko'k toshbaqacha. Shu darajada sumkaching bilan maqtanmoqchimiding? Yo'q, ahmoqsan. Men shunchaki kalta keseni bizani mensimasligini bas qilish uchun ko'rsatdim. Janob Kun. 4-raund boshlandi. Uchta guruh xolosmi? Bu toshbaqachalarga rahmim kelyapti. Bu haqda o'ylama. Nima? Qanday? Tushunmadim. Janob Kun. Qani? Bu raundda biroz dam olamiz. Dam olamiz? Qaysi ma'noda? Eng kuchli raqiblarimiz so'nggi raundda maydonga tushishadi. Biz tayyorlanishimiz kerak. Axir, menda bir taklif bor. Taklif? Nima uchun biz bir muddat birlashib, ularga qarshi kurashamiz? Ularning gaplarini eshitdingmi? Sabr qilib tur, hamma narsani o'zing uchun olasan. Xo'p. Biz toj olib qo'yganimizdan so'ng bir-birimiz bilan halol kurashamiz. Nima deysizlar? Nima qilamiz? Yaxshi fikr. Bekordan bekorga kuch ishlatib. Qo'y, sen nima uni eshitmadingmi? Qizil soch. Sizlar nima qilyapsizlar? Ko'rdingmi? Ular bilan kurashish shart emasligini aytdim-ku. Aniqrog'i, bu haqida oldindan bilganmiding? Albatta bilardim. Bu bola bizga tomonda. Birinchi sinov. Esingdami? Tanlangan turistlardan 200 tasini qoldirish kerak edi. Ha, men bu qoidaga qo'yganim bor edi. Shuning uchun ittifoqchilarni sumkam ichiga yashirgan edim. Sizlarni sumkamga solib o'zim bilan olib ketaman. Men sizlarga sinovdan o'tishga yordam beraman va buni evaziga sizlar menga yordam berasizlar. Sen bilan maydonda uchrashuv va jamoani yaratish uchun keyingi sinov men uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Lekin meni sumkamda bitta butun jamoa yig'ilgandi va uni ezma admin buni payqadi. Sen juda og'ir yukni ko'tarayotganga o'xshaysan. 3-sinovdan keyin tanaffusda men ularni qo'yib yubordim va ular bilan hamma narsani kelishib oldim. Sochlarimni bandana bilan bog'laganimda bu ular uchun yordam berish belgisi edi. Men sezmadim ham buni qanday qilganingni. Albatta. Yengidagi tuz ular bu haqda bilishmaguncha ishlaydi. Toshbaqacha aqllicha. Yaxshilab o'qilishimga yo'l qo'ymading. Kroka, sen hali ham yurish imkoniyatingga ega bo'lasan. Rosa ishondim-da senga, yor toshbaqacha. Rostini aytsam, men ulardan hozir foydalanishni xohlamayotgandim. Ammo bu qilichni qarzga oluvdim. Shuning uchun sizlarga bera olmayman. Bu o'yinda g'alaba qozonishimiz kerak. Kechir. Bu meni aybim. Yo'q, qo'ysangchi. O'zim g'alaba qozonmoqchiman. G'alaba qozonib, sizlar bilan minorani zabt etmoqchiman. Janob Kun, Men esa qora toshbaqacha kuchga to'lgandayoq unga ovni boshlayman. hali ham menga o'q qilmoqchimisiz? Hamma ishtirokchilar zararsizlantirildi yoki diskvalifikatsiya qilindi. Shu sababli 4-raundda g'alaba Bam, Kun va Rak jamoalariga topshirildi. Bu bolalarda hamma narsa nazorat ostida. Marhamat, tugmachani bosinglar. Nima bo'ldi, aniq? Garovda yutqazishdan qo'rqyapsanmi? O'char. Yetarli bo'ldi, chekagimni sindirasiz.
Kutilganidek, talab qilinadigan jamoalar soni hisobdan oldin yozildi. Kuchli toshbaqachalar chiqqanini his qilyapman. Ularni osonlikcha yutasan, to'g'rimi? Ha, albatta, sabrim chidamayapti. Senga ishonaman. Bam, nimadir bo'ldimi? Kechir, chalg'idim. Ular boshqa zonadan kelganlar. Ha. Boshqalarning qanchalik kuchli ekanligini tasavvur qilaman. Lekin ular haqida hech narsa ma'lum emas. Sen kulsan ham, yig'lasan ham bu oxirgi raund. Tojji kim olarkan? Shuni qilib, o'yin boshlandi. Voy toshbaqachalar, qani meni yengib ko'ringlar. Chi? Nima? Demaysan boshqalarni ham urvossanmi? Roka, O'zim bilaman. Sakrama menga bo'tdi. bam. Hammani oldida. Kalgotkaga o'xshash kiyimda yurishga uyalmaysanmi? Nima bo'lyapti o'zi? Roka, bamga yaqinroq tur. Bo'lakay, bekor chalg'iding. Men seni dushmaning bo'laman. O'zi shu gaplarni kutib o'tdi. Hammasi yaxshi. Xavotir olma. Bizga toj kerak emas. Bu ovoz Rahil? Rahil. Rahil, bu senmisan? Rahil. Birinchi tosh ketyapti. Yana bir marta tosh. Voy ko'k toshbaqacha, ana uch yurgan toshbaqachani ham sen sotib oldingmi? Yo'q. Ular boshqa blokdan kelishgan. Menda vaqt yo'q edi. U holda men keyin esa uchishni o'rganamiz. Bizga yordam berishdan ularga nima naf? Bilmayman. Lekin bitta narsani ayta olaman. Tojga qo'yganlari bor. Ular bizga nima uchun yordam berayotganini bilmayman. Ammo endi bir narsa aniq. Bu o'yinda biz yutamiz. Boshqa qocha olmaysan. Shu yoni o'zida o'ldiraman. Jonga tegdi. Seni o'ldirishdan oldin bu niqob olib tashab, bashariyni bizaman. Sen haqiqatan Rahilmisan? Shuning uchun yordam berayapsanmi? Agar sen bo'lsang, o'yinni davom ettirishdan nima foyda? Minorani zabt etishdan maqsad nima? Bo'ldi, o'yin tamom. Seni o'ldirishga ijozat ber.
Bam! Rahil! Bam! Yo! U taxtdan sakradi. Hadding sig'masin. Kechir. Janob Kon. La'nati, janob Rak. Qora toshbaqachi. Ammo man Rahilni himoya qilishim kerak. Bu nima Shinsumi? Qanaqa? Voy, o'zingdan ketib qolding-ku. Uni topa olding, xursand bo'l. Va keyin uxla. Bam! La'nati, nima bo'ldi? Nima uchun sinov qavatiga yo'l shunchalik chalkash? Chunki hech kim yo'lni tozalamagan. Va umuman sinov qavatiga chiqish Evan Hel bilan janjallashib qolgandek gap. Ehtimol men ko'proq ishlaydigan va kamroq vasiydigan yo'lboshchini izlashim kerak ekan. Malika Yuri. Evan haq ekan. U aytgan yo'l bilan yurganimiz ma'qul. Xo'sh, shunda ketdi. Siz haligi yangi yigitchani juda ham ko'rgisiz kelyaptimi? U bilan uchrashganingda hamma narsani tushunib olasan. Mayli. Yuri xonim, bunchalik xursand bo'lmang. Bu yigitchani kuchi juda xavflidir. Jo'narli. Shunaqa qilib toj jangida, afsuski bu o'yin g'olibsiz tugadi. Axir toj yo'q qilindi-ku. Va yana tanlanganlar men o'ylaganimdan ham ko'proq charchagan. Shunaqa qilib men ularga 3 kun dam berdim. Mehnating uchun rahmat. Arzimaydi. Qahva ichasanmi? Nima? Biron narsa haqida gaplashgani kelding-ku, to'g'rimi? Ajoyib qahva apparati. Senga maxsus latteni taklif qilaman. Eradimi? Xo'sh, gap nima haqida? Menga toj uchun kurashi asl sababini aytib bera olasizmi? Agar malol bo'lmasa. Hamma gap Kvantada. Kvantani hayotini qanday osonlashtirishga qaror qilgani haqida eshitdim. Ammo hayronman. Nimaga erishmoqchisiz? Axir bu g'alati-ku. Ammo siz Kvantaga o'xshab muammoli uchlikni olib tashlamoqchi bo'lsangiz, boshqa sinov maydonidan tashqarida va oldin ularni boshqa qavatga qo'yib yuboring. Qanday qilib Evan Hel hamma narsani biladi. Ular faqat tojni tortib olishadi. Ammo ular toj haqida umuman qayg'urishmadi. Nima demoqchisan? Aftidan ularning ba'zilari bir-biri bilan tanish bo'lgan. Qoidalarga ko'ra, bir-birlari bilan tanish bo'lgan odamlar bir xil sinovdan o'tishlari mumkin emas. Bu janob Hidonning qarori edi.
Agar sizning maqsadlaringiz bo'lsa, nima uchun biz sinovlarni o'tkazamiz deb o'ylaysan? Minorani zabt etishga kim loyiqligini aniqlash uchunmi? Umuman yo'q. Bizning ishimiz fikrlari yoki kuchi bilan minoraga zarar yetkazishi mumkin bo'lganlardan qutulish. Va nimaga bu suhbatni boshladingiz? Sinovdan o'tuvchilar orasida shunga o'xshashlar bormi? Yo'q, unaqa emas. Agar buni tushungan ekansiz, toj jangida ma'no bor edi. Yoki adashmayapmanmi? Ketishga ijozat bering. Aytingchi, direktor. Ha? Hech qachon qo'riqchi bilan shartnoma tuzmagan. Kishini ko'rganmisiz? Shinsuni hech qanaqa cheklovsiz ishlatganmi? Bu minora qonunlariga zid keladi. Ammo men bunaqa jonzotlar haqida eshitganman. Uriki Mazina. Ruxsatsiz. Yo'q, tushunarli. Unga oson emas. Kvantin ahmoqligidan farqli o'laroq. Yoki men noto'g'ri savol berdim, yoki u javobdan qochdi. U bola shunchaki Shinsu boshqaruvdan ko'proq narsa qildi. Bamo'zi Shinsuga aylandi. Minora haqiqatdan ham xavf ostidami? Ahmoqsan, Leraro. Shuning uchun direktor Hansoni gaplariga osongina ishonding. Endi uyg'onarmikin? Bam. Hoy, bo'laqa uyg'on. Sinovlar ertaga boshlanadi. Agar qatnashmasang, diskvalifikatsiya qilishadi. Xayrli kun. Sanaxir. Mani ismim Rahil. Sendan bir iltimosim bor. Davomi bor. Ovoz berishda ishtirok etishda Laurus va Pixel janoblari. Tarjimon Common Boy. Timing sanatoki. Ko'rishguncha keyingi haftada yoki keyingi qismida qaroshi. Walking on the way here, taking to your soul, 少しずつ足を残